Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Bugun sizlar bilan Longrich kompaniyasining marketingini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Longrich kompaniyasida 4 ta paket bor. Diamond 1, Diamond 2, Diamond 3, Diamond 4 paketlari. Diamond 1imiz $30 hisoblanadi. Ya'ni Diamond 1dan kiradigan hamkorlarimiz $30lik o'zlari uchun xaridni amalga oshirish kerak. Diamond 2 buni paketi $139. Diamond 3'diki $539, Diamond 4'diki $1300. So'rashlar mumkin, mahsulotlar ichida nimalar bo'ladi bu paketning ichida deb. Bu paketni ichiga xohlagan mahsulotlarni sotib olsalar ham bo'ladi. Ya'ni mana bu mahsulotlarni olishlaring shart degan narsa yo'q. Xo'p, ketdik. 6 xil daromad turi mavjud. Longrichda 6 xil daromad turi mavjud. Shulardan birinchisi bu referalniy bonus. Birinchi daromad turimiz bu referalniy bonus. Referalniy bonus qanday? Birinchi Diamond bilan kiradigan bo'lsangiz, siz $30 bilan kiradigan bo'lsangiz, olib kiradigan hamkoringizdan 15% sizga ulush ajratadi kompaniya. Ya'ni birinchi liniyangizdan bitta hamkor olib kirdingiz, siz 15% undan olasiz. Ikkinchi Diamonddagilarimiz 19% oladi, 3dagilar 23%, 4dagilar 25% olishadi. 6dagilar 27, 30% gacha olish mumkin. Xo'p, endi qanday biz ko'tarilishimiz mumkin? Misol uchun, ikkinchi Diamonddan men kirmasam, men qanaqa qilib 2 ga chiqa olaman degan savolga, bir Diamonddan kirdinglarmi? Taylaringdan 5 ta bir Diamond olib kiradigan bo'lsalaring, sizlar ikkinchi Diamondga o'tasizlar. Ikkinchi Diamondga kirganingizdan keyin 5 ta 2 Diamond chiqarsalaring, sizlar 3 ga o'tasizlar. 3ta sizlar 5 ta chiqarsalaring 4 ga o'tasizlar. Endi bu yerda eng zo'r joyi bor. Misol uchun siz bir Diamonddamisiz, 5 ta birinchi liniyangizdan olib kirdingiz, 5 ta birligingizni yaratdingiz, 2 ga o'tdingiz. Shu 5 ta birligingizni tagidan komanda qilib ketdingiz. Endi shunda sizni tovar oborotingiz $3000 ga yetganda siz 4-Diamondga 2 dan sakraysiz. Bu aniq real narsa, o'zimizning komandada bo'ldi. Ya'ni demoqchimanki, siz 2 ga, 3 ga, 4 ga pog'ona chiqsam, chiqishga harakat qilishim kerak degan majburiyat yo'q. Siz bu yerda tagma-tag ishlash orqali ham, ya'ni chuqurlik bilan ishlash orqali ham foyda olasiz. Quyosh paneli sistema asosida ishlaydi. Bilasizlar, ko'p kompaniyani shu klassika yo'nalishi katta doxod bermaydi. Ya'ni 3-liniyagacha, 4-liniyagacha olasizlar, undan uyog'ini ola olmaysizlar. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Bu yerda siz nechinchidir liniyangizgacha ham olish imkoniyatiga egasiz. Agar siz Diamond 5 ga chiqadigan bo'lsangiz, polniy liniyadan olasiz. Xo'p, endi $3000 tovar oboroti bersangiz, 4-Diamondga chiqasiz. 5-Diamondga chiqish uchun $30000 tovar oborot berishingiz kerak. Уже 5-Diamonddan boshlab siz международный tovar oborot olishni boshlaysiz. Buni ham hozir keyingi bonuslarda ko'rsatib beraman. Xo'p, bizning ikkinchi bonusimiz bu komandaviy bonus hisoblanadi. Bu asosan 5-Diamonddan boshlab chiqishni boshlaydi. 0 dan 7,5 milliongacha sizning tovar oborotingizga 3% to'laydi. 7,5 milliondan 18 milliongacha 5%, 18 milliondan 38 milliongacha 7% va 13% gacha komandaviy tovar oborotidan foiz olish huquqiga egasiz. Men o'ylayman, hech qaysi kompaniyada yo'q, klassikada faqat shu Longrich kompaniyasi 13% gacha ola olasiz. Ya'ni bu juda katta foiz hisoblanadi. Umuman olganda Longrich kompaniyasi dividend uchun foydasining 70% ni ajratadi. Bu juda katta foiz hisoblanadi. Men shu paytgacha tarmoqli marketingda ishlagan bo'lsam, birorta kompaniya 70% ajratganini eshitmaganman. Xo'p, ketdik. Endi bizning 3-bonusimiz bu chekachek bonusi. Chekachekda tarmoqli marketingda ishlaydiganlar buni tushunadi. Yangi kirayotganlar uchun qisqacha tushuntirib aytaman. Chekachek bu siz olib kirgan hamkorlaringiz oylikka chiqadi. Shu oylikka chiqqanda
shu ma'lum foizini sizga kompaniya undan olib bermaydi. Sizga kompaniya alohida to'laydi. Siz bitta odamni ishli qilib daromadga olib chiqqaningiz uchun. Tushuntira oldimmi? Chekachek shunday ishlaydi. Chekachek 3-diamonddan boshlab chiqishni boshlaydi. 3-diamondda 3-qatorgacha 5% olasiz. 4-diamondda 4-qatorgacha 4%, 5-diamondda 5-qatorgacha 3%. Endi o'ylashlaring mumkin. Men 3-diamondda faqat 3-qatorimgacha ola olar ekanman deyishlaring mumkin. Hozir men sizlarga buni men tushuntirib beraman. Men o'zim 4-diamonddaman, lekin menga hali ham chekachekdan 30-40 liniyamdan ham tushyapti. Bu qanday desalaring, mana bu sizlar taylaringdan hamkor qilib ketgansizlar. Misol uchun qilib men ikkita chizyapman. O'zi bu asli klassika binar emas. Xo'p. Qaranglar, mana bu sizlar 1, 2, 3-liniyaligacha 5% olasizlar deyilgan. Mana bu 3-diamondda. Endi mana 3-liniyaligacha olyapsizlar. Misol 3-liniyadagilaring ham o'zini 3-liniyasidagicha oladi. To'g'rimi? Bu olgandan yana sizlar olyapsizlar degani. Tushunyapsizlar? Bu shunaqa ulanib ketaveradi. Shuning uchun haligacha menga 30-40-liniyamdan ham chekachek tushyapti. Tushuntira oldimmi? Endi 4-bonusimiz bu dividend hisoblanadi. Dividend qanday desalaring, 5, 6, 7-diamonddagilar uchun Longbridge kompaniyasi xalqaro tovar oborotdan ulush ajratadi. Ya'ni xalqaro tovar oborotdan 1,5% ulush oladi 5, 6, 7-diamond egalari. Tushunyapsizlar? Ya'ni 5-diamondda международный tovar oborotdan olasizlar degan joyim mana shu edi. Endi ikkinchi sayohat uchun bonusimiz bu 1-diamonddan boshlab amalga oshiriladi. Ya'ni siz a'zo bo'lib kirganingizdan boshlab komandaviy tovar oborotingizdan 1,5% sizni kabinetingizga tashlab beriladi. Mashina ham xuddi shunday 1-diamonddan boshlanadi, 1,5% komandaviy tovar oborotdan sizga ajratiladi. Tushundinglar? Bu 4-dividend hisoblanadi. 4-bonusimiz. Endi 5-bonusimiz bu повторный покупка. Longbridge kompaniyasi 50% dan 70% gacha повторный покупкада skidka ajratadi sizlar uchun. 1-diamonddan kirsangiz ham, ma'lum diamondga chiqishingiz shart emas, 1-diamonddan boshlab 50% dan 70% gacha skidkada tovar olish huquqiga ega bo'lasiz. Xo'p, endi mana shu повторный покупкаdan 2-diamonddan boshlab 7% chiqadi. O'zingiz xarid qilsangiz ham o'zingizga ham 7% cashback sifatida qaytarib beradi. Birinchi liniyangizdagi hamkorlaringiz ham xaridni amalga oshirsa ham shunaqa 7% chiqarib beradi 2-diamonddan boshlab. 3-diamonddan shunday, 4-diamonddan shunday, mana 4-diamondda 13% qaytaryapti, 5-diamondda 16%, 22% gacha qaytaryapti. Bu 50%, 70% skidkadan tashqari holatda. Zo'rmi? Bunaqa marketingda hali ko'rmagansizlar. Endi 6-bonusimiz повторный покупка hisoblanadi. Ya'ni повторный покупкаning komandavisi, ya'ni komandangizdan повторный покупкani amalga oshiruvchilar xuddi bu komandaviy bonusga o'xshaydi. Ya'ni 0 dan 7,5 milliongacha 3%, 7,5 milliondan 18 milliongacha 5%, 13% gacha sizga ajratadi. Xuddi komandaviy tovar oborot bilan bir xil foiz ajratilishi. Mana bu iyun oyidan boshlab mana bu повторный покупка sizni diamondingizni ko'tarishga ham qo'shiladi. Oldin qo'shilmas edi. Mana повторный покупка 50%, 70% skidkada bo'lgani uchun joy ko'tarishga qo'shilmasdi. Iyul oyidan boshlab bu ham qo'shilyapti. Ya'ni siz 4 diamonddasiz, sizda tovar oboroti bo'lyapti, повторный покупка ham qo'shilib ketyapti. Shuning ichiga 5 diamondga o'tishingiz uchun. Ya'ni $30,000 tovar oboroti ichida повторный покупка ham, referalniyalar ham hammasi qo'shilib chiqish imkoniyatiga egasiz. Eng zo'r tomoni, siz 5 diamondga chiqish uchun $30,000 tovar oborot berdingiz. Endi bu $30,000 tovar oborot 6 diamondga chiqishingiz uchun ham ishlaydi. 7 diamondga chiqishingiz uchun ham ishlaydi. Star 1, Star 2 diamondlarga chiqish uchun ham ishlaydi. Va mana shu iyul oyidan boshlab Longbridge kompaniyasi katta diamonddagilar, ya'ni международный tovar oladigan diamonddagilar uchun
sovg'a ajratildi. Hozir buni ham tanishtirib o'taman. 4 diamond ham shu 5, 6, 7 diamondga yaqinroq diamond bo'lgani uchun, agar siz 4 diamondga chiqadigan bo'lsangiz, Longreach kompaniyasining o'zini suv tozalaydigan, filtrlaydigan termoschasi bor, kichkinagina. Mana shu termoschani sizga podarkaga beradi. U ham $98 turadi. Oddiy termos emas. Endi siz 5 diamondga chiqadigan bo'lsangiz, 9 million pul mukofoti. Oyligingiz 6 xil bonusingizdan tashqari holatda. Qo'shimcha bu sovg'a sizga kompaniya tomonidan beriladigan. 6-diamondga chiqqaningizda siz istalgan davlatingizga bitta sherik qo'shib oldingizda sayohat qilish huquqiga egasiz. Xohlang Yevropaga boring, xohlang Amerika, xohlang Afrika, xohlagan joyingizga borasiz. И plus xohlasangiz xo'janingiz bilan, xohlasangiz ota-onangiz bilan borish huquqiga egasiz. Bitta odam qo'shimchasi bilan bu yerda yozilgan. Xo'p, shu 6 xil daromaddan tashqari, ya'ni aytdimki boya sayohat bilan mashina uchun ajratiladi deb. Undan tashqari sayohat bu. Undan tashqari. Endi Diamond 7 ga ko'tariladigan bo'lsangiz, siz Diamond 7 da kompaniya sizga mashina sovg'a qiladi. Biz so'radik, qanaqa mashina, qanaqa rusumdagi mashina dedik. Endi hammani tabi har xil bo'lgani uchun $20,000 ajratiladi. Va mana shu pulga o'zi istalgan mashinasini olish huquqiga ega bo'ladi. Boya aytganimdek, 6 xil daromaddan tashqari bonus bu. 7 diamondga chiqqaningiz uchun. Start 1, Start 2 diamondlarga chiqqaningiz uchun sizga 2 xona, 3 xonali uylar berilyapti. Tushunyapsiz? Uy berilyapti sizga. Start 1, Start 2 nimasini yopganingiz uchun. Bunaqa sizga sovg'ani qaysi kompaniya bera oladi? Men shu paytgacha bunaqa sovg'a beradigan kompaniyani ko'rmadim. Bor kompaniyalarda mashina bonusi bor, ma'lum etapga chiqasiz, qaysidir oy muddat uni saqlab berasiz. Shundagina ham nechidir foizini tashlab beradi, qolganini o'zingizga kredit qilib bo'yningizga ilib qo'yadi. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda naq $20,000 sizga sanayapti, narigi mashina bonusidan tashqari holatda. Tushunyapsiz? Bunaqasi faqat Longreach kompaniyasida bor. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savollaring bo'lsa, bemalol gruppada berishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.